Voqeani oxirigacha eshiting, eti jimirlab ketadi. Shifoxonaga tunda bir bemor keladi. Lekin shifoxonada yotish uchun joy bo'lmaydi. Vrach aytadi, agar ruxsat bersangiz, kutish zalida mana shu davolaymiz deydi. U ruxsat beradi, davolaydi. Ertalabgacha stolda o'tirib, osmasini oladi, ukolni oladi, ustiga tadil yopib qo'yishadi. Ertalab keyin joy bo'shagandan keyin palataga olishadi. Palataga olgandan keyin haligi vrach haligi bemordan so'raydi. Sizni noqulay ahvolga qo'yganim uchun uzr so'rayman, ey janob deydi. Shunda haligi janob hech qisi yo'q bo'lib turadi deydi. Kechirasiz, o'zi siz nima ish qilasiz deb so'raydi. Men shu shaharning hokimiman deb javob beradi. Yo, siz shahar hokimimisiz? Nima uchun oldinroq aytmadingiz deydi. Agar aytganimda ichkaridagi kasalni birontasini chiqarib yuborib o'rniga meni qo'ygan bo'larmidingiz deydi. Yo'q deydi. Unda nega bu savolni berdingiz deydi. Shifokor jim bo'lib qoladi. Xulosa o'zlaringizdan fikrni kommentariyada qoldirasizlar. Bu nimani o'ylagan bo'lsanglar.